boyni bolasi paxaningga aytasan, haqiqiy mujik, boy, konkretniy mujiklar yashaydigan uy ikki etaj. Shokoladniy zayis degan uy, boy mahallada manzili. Uyni qara bahaybatligini. Uyning narxi, eng qizig'i narxi zo'r bu yerda. Qara uyni ko'ryapsiz. Dahshat uy. Maydon 6 sotik. 9 ta xona, 3 ta sanuzyuli bor. Mana tapchani bor, o'zimizda o'zbekchaga o'xshab tapchani qilib qo'ygan. Mana bu yoqdan ikkinchisiga chiqadigan lestnitsasi bor. Mana bu tomonda oshxonasi bor, mana eshik ochib turgan joy. Mana yonida letniy oshxonasi bor. Mana bu endi bu tomon ziloniy zona. Ertaga chiroyli bog' qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu yerdan boshlaylik. Mana bitta katta zali, mana ayvoni. Ayvoniga ham so'ri qilasizlarmi, nimadir qilib turib, ayvonda ham maza qilib dam olsa bo'ladi. To'g'ri, uyimiz eski stilda qilingan remonti. Lekin bu uyda faqat oldin boylar yashagan-ku, o'zing bilasizlar-ku, bunaqa uyda oddiy odam o'ziga ep ko'ra olmagan. Mana katta zali. 9 ta xonani hammasida otopleniyasi bor. Bu ham aniq boy akani uyi. Lekin skromlik qilyapti, men boy emasman deb, aniq bilaman boy akani uyi bu. Men aytganimdek o'sha eski stilda, mana shu eski eshik, eski oynalar o'sha paytlar moda edi. U paytda Akfa degan oynalar yo'q edi. Hozir endi boy aka sizda plyus ko'p, o'zingiz olib turib, xohlaganingizcha remont qilib olasiz. Mana bitta kirib ko'ring-da. Bu uyni bunchaga olasan, yana uyni ichiga shuncha pul ketadi deb turib hangama qilishlaring mumkin. Mana bu ikkinchi uyimizga kirib ketishni qarang, chiroyli koridor qilib qo'ygan, eshikdan kirib ketaverasizlar. Mana bu tomonda bochkasi, issiq suv, sovuq suvga. Issiq suv, sovuq suv, gaz, отопление hech qanaqa muammo yo'q. Prosta kirib yashab berish kerak. Bu yoqlarni to'g'rilab bo'ldi. Mana. Bu endi hol. Mana bu chap tomonda bitta spalniy xonasi. Uyning ichida nima qoladi, nima ketadi men bilmayman. Uni egasi o'zidan gaplashsa. Mana bitta sanuzyul, umumiy sanuzyul. Mana bu tomonda yana bitta xonasi bor, buni detskiy qilib qo'ygan. Boyni bolasi bu uyda to'liq video obzor qilib, har bitta xonasiga kirib, sizlarga videoni ko'rsatishimizga biz vaqt yetmay qoladi. Uyni narxiga keladigan bo'lsak, 110 ming dollar so'rayapti egasi. Albatta o'tib beriladi. Past o'zim raqamni qoldiraman. Menga bitta telefon qilasizlar, pulni shtirsansizlar, nomlarga o'tkazib beramiz. Aytgancha, uyimiz tagida podvallari ham bor. Yana nimadir qilib yuborsangiz bo'ladi. Ko'rishguncha.